Obed qilmaysizmi? Neyimiz? Osh? Qimmat osh. Neymi? Rostdan ham puli tam super qobiliyating bo'lsa-da, o'zingizga pul chiqarib, botursang, ishlamang. Abdullajonga o'xshab bir qozon qo'yib yuborib. Qach. Rostdan hamchi, masalan, pulni davlat chiqaradi-ku, to'g'rimi? Masalan, ko'p pul chiqarib tashlab, bilmadim, xohlaguncha deylik, больницаlarga jihozlar olib tashlab, asfalt hamma joy yama, mahallalarga asfalt qo'yib, odamlarga pul tarqatib, hamma yaxshi yashashni boshlaydi-ku. Men bilmayman, hammaga pul tarqatib chiqsa bo'ladi davlat, xohlaguncha chiqarib. Ancha bu nima? Mas'ullar bor-ku. Butun dunyoni boshqaradi deyishadi. Mana shularni ishi bo'lsa kerak. Mas'ullar? Da, men bitta kanalda o'qiganman. Rostdan? Mas'ullarning ishi. Sizlar hech o'ylab ko'rganmisizlar, nima uchun davlat xohlagancha pul ishlab chiqarib tasha olmaydi? Shundoq printerga tiqdi, bitta pulni ko'paytirdi, nima muammo? Yoki biz bilmagan qanaqadir sabablari bormi? Ha, hammasi biz o'ylaganchalik oson emas. Loyihamizni bugungi sonida nima uchun davlat xohlagancha pul chiqarib, sizga tarqata olmasligiga faktlar asosida oydinlik kiritamiz. Axir siz eng qiziqarli faktlar va 7 uxlab tushingizga kirmagan ma'lumotlar kanalidasiz. Men ismim Mahmud, boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Pul ixtiro qilingan vaqtdan boshlab uning asosiy vazifasi ayirboshlash vositasi sifatida xizmat qilishi hisoblanadi. Biz ularni tovarlar yoki xizmatlar uchun beramiz. Ishlab chiqaruvchilar esa o'z navbatida ularni o'z ehtiyojlariga sarflashadi. Pulni ixtiro qilish savdo jarayonini sezilarli darajada osonlashtirdi va uning ishtirokchilarini yanada boyitdi. Chunki odamlar avvallari mahsulotga almashtirishgan. Misol uchun pul tizimi yo'q deb hisoblasak, mana bunaqa vaziyat yuzaga keladi. Siz ko'rib turgan bu 3 ta odamning qo'lida 3 xil mahsulot bor. Birinchisida non, ikkinchisida poyabzal, uchinchisida kiyim. Non ushlab turgan odamga kiyim kerak. Lekin kiyim ushlab turgan odamga nonning keragi yo'q. Unga poyabzal kerak. Poyabzali bor odamni esa qorni och. Aynan shu yerda vaziyat murakkablashadi. Chunki noni bor odam nonga muhtoj kiyimi bor odamni topishi kerak. Yagona universal vosita, ya'ni pulning zaruriyati mana shu yerda bilinadi. Bizni chalkashtirib yuborgan vaziyatdan aynan pul olib chiqa oladi. Pulingiz bo'lsa, sizda qanday mahsulot borligidan qat'iy nazar xohlagan narsangizni sotib ola olasiz. Shu uchun ham mamlakatdagi pul hajmi ishlab chiqarilgan mahsulot yoki ko'rsatilgan xizmatlar soniga mos kelish kerak. To'g'ri yo'lga qo'yilgan iqtisodiyotda pulni qancha ishlab chiqarilishi, qancha mahsulot ishlab chiqarilganiga bog'liq. Hatto shunaqa qoida ham bor. Har yili savdoda har bir so'm ishtirok etishi shart. Shunaqa qilib siz xohlaganchalik pul chiqarib bo'lmaydi. Yo'q, chiqarsa bo'ladi, faqat mahsulot ham ishlab chiqargan pulingizga teng bo'lishi kerak. Bo'lmasa bu shunchaki qog'ozga aylanadi. Oddiygina qog'ozga. Ortiqcha pul ba'zi hollarda inflyatsiya, ya'ni pulning qadrsizlanishi va narxlarning sezilarli ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni bananning 1 kilogrammi 20 ming bo'lsa, davlat hammaga 1 milliard so'mdan pul tarqatsa, unda bananning narxi 20 million so'mgacha ko'tariladi. Faqat nollar ko'payadi xolos. Bu jarayon inflyatsiya deb ataladi. 1 dollarni bankomatdan 10 ming so'mdan emas, 1 million so'mdan olasiz. Yaxshi niyat, lekin yomon oqibatlar. Turkiyada hozirgi kunda inflyatsiya 73% ni tashkil qiladi. Xo'sh, ular bunday ahvolga qanday kelib qoldi? Turkiya prezidenti Erdo'g'an mamlakatdagi foiz stavkasini sun'iy ravishda tushira boshladi. Bu nima degani? Foiz stavka tushishi odamlar ko'proq kredit olishi va pul sarflashini anglatadi. Odatda mustaqil markaziy banklar doimo bozordan kelib chiqib harakat qiladi, lekin Erdo'g'an markaziy bank ishiga aralashdi. Odamlarda pul ko'payib ketishi uchun qo'shimcha pulni bosish shart emas. Shunchaki foiz stavkani sun'iy pasaytirishning o'zi yetarli. Odamlar qo'lida pul ko'paysa, tabiiy ravishda narxlar osmonga uchishi boshlaydi. Yana ham chuqurlashadigan bo'lsak,
Erdo'g'an hokimiyatga kelgan davrda uning atrofida yaxshi mutaxassislar va mamlakatga kirayotgan kuchli investitsiya oqimi bo'lgan. Oqibatda Turkiya 2011-yilda o'zining tarixiy maksimumiga yetib kelgan. Deyarli $1 trillion iqtisod, 4% inflyatsiya, xullas ideal. Lekin 2013-yildan boshlab Erdo'g'an Markaziy bank ishlariga aktiv aralashishni boshlagan. Uni foiz stavkasini tushirish g'oyasini rad etgan va Markaziy bank raislarini 3 marta almashtirgan. Va nihoyat 2020-yilga kelib, Erdo'g'an o'z niyatiga yetgan va asosiy foiz stavkasini 24% dan 8% ga tushirgan. Natija esa achinarli yakun topgan. Yana bitta jannatga erishmoqchi bo'lgan davlat Kuba. 20-asr o'rtalarida Fidel Castro va Ernesto Che Guevara inqilob boshlab, Kubada hokimiyatni qo'lga olgan. Shundan so'ng Che Guevara dastlab Markaziy bank raisi, keyin esa sanoat vaziri bo'ladi. Aytishlaricha, mutaxassisligi shifokor inson Markaziy bank raisi bo'lishi qo'pol hazil bo'lsa-da, uning qarorlari oqibatlari jiddiy bo'lgan. U yangi valyuta chiqargan, hammaga pul tarqatgan va natija har doimgidek inflyatsiya. Hattoki hozir ham Kubada inflyatsiya yuqoriligicha qolmoqda. O'zi idealda har bir so'mni bitta joyda ushlab turmasdan uni nimadirga ishlatishimiz kerak. Pulni shunchaki uyingizdagi sanduqni tagiga bekitib yig'ishingiz ham o'zingizga zarar, ham davlatga zarar. Chunki davlatda pul aylanmasi to'xtab qoladi. Siz bo'lsa nechadir yil mashinaga 100 million yig'ish uchun tellab pishib mehnat qilasiz. Endi yig'ib olaman deganingizda mashina 110 million turgan bo'ladi. Lekin o'sha pulni bankka qo'ysangiz, birdaniga 110-120 million qilib olasiz. Chunki bank pulni sizdan olgan qadrida qaytarib beradi. Hozir tomosha qilayotganlardan kimdir, Mahmud nima deyverasan? Men pulimni shundoq dollar qilib qo'yaman, bo'ldi. Dollar so'mga nisbatan mustahkam-u, deyotganlar ham bordir. Da, dollar so'mga nisbatan ancha mustahkam, lekin uni ham narxi dunyodagi siyosiy vaziyatga bog'liq. Rossiya va Ukraina mashmashasi boshlanishidan oldin siz pulingizni 10.850 so'mdan dollar qilib qo'yishingiz mumkin bo'lgan. Urush boshlangach, dollar 11.500 so'mgacha ko'tarilgan. Hozir esa 10.865 so'mga olasiz. Rubl haqida gapirish ham shart emas. Pullaringiz dollarmi, so'mmi, rublmi, farqi yo'q. Ularni havoga uchmasligini eng asosiy kafolati bu bank. U kasodga uchragan taqdirda ham pullaringizni ola olasiz. Chunki banklar uchun bank bo'lgan, ularni rezerv pullari yig'ilib turadigan markaziy bank bor. Nima bo'lgan taqdirda ham pullaringizni o'z qadrida qaytarib berishadi. Ular bunga majbur. Aytgancha, dollar mustahkamligi haqida. Dollar butun dunyoga tarqalib ketishi ham juda ham qiziq holat. Qisqacha gapirib beraman. 19-asr o'rtalarigacha davlatlarning tashqi savdo hajmi katta bo'lmagan. Savdogarlar esa mahsulotlarni qanday xohlasa shunday ayir boshlagan. 1867-yilda kuchli davlatlarga jiddiy okala yig'ilib, bo'ldi-da endi yagona bitta qanaqadir pul qilish kerak degan. Chunki sanoat rivojlanishi sabab boshqa davlatlardan xomashyo sotib olishga talab paydo bo'lgan. Xullas akalar davlat pulini oltinga bog'lashgan. Ya'ni kimda oltin ko'p bo'lsa, shuni puli kuchliroq. Oltinlarning asosiy zaxirasi London va Nyu-Yorkda to'planib borgan. Birinchi jahon urushidan keyin Buyuk Britaniya qiyin ahvolda qolgan. Faqatgina AQSh o'z valyutasini, ya'ni dollarni oltinga bog'lab qo'ya olgan. Chunki oltinning asosiy zaxirasi ularda bo'lgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin esa 44 ta mamlakat vakillari yig'ilib, dollarning mavqeini yanada oshirib yuborishgan. Endi AQSh o'zida qancha oltin bo'lsa, shuncha dollar chiqargan. Boshqa davlatlar ham o'zaro munosabatda dollarga o'tishgan. Kimda ko'proq dollar bo'lsa, shu davlat boyroq. Chunki dollar oltin bilan boshqa pullar o'rtasidagi yagona vositachi. Ha, aytgancha, o'shanda bu shartnomaga Stalin ham qo'l qo'ygan, lekin Sovet ittifoqida bu shartnomani qonuniylashtirmagan. Oqibatda mamlakatda xalqaro savdo hajmi yanada kamayib, qora bozor rivojlangan. 1971-yilda AQSh bu kelishuvdan chiqqan va dollarni ishlab chiqariladigan mahsulotga bog'lagan. O'sha vaqtdagi AQSh prezidenti Nixon bunga sabab qilib, ishlab chiqariladigan mahsulotga nisbatan dunyodagi barcha oltin hajmi kamroq ekanligini ko'rsatgan. Ya'ni oltinga bog'liqlik iqtisodiyotga ma'lum chegaralar qo'yishga majbur qilgan. Kelishuv bekor bo'lganidan so'ng, endi qancha mahsulotingiz ko'p bo'lsa va siz uni chetga sotsangiz, valyutangiz shuncha qadrliroq bo'ladi. Boshqa davlatlar ham sekin-asta shu tizimga o'tishgan. Oltin esa favqulodda vaziyatlar uchun zaxirada ushlab turilgan. Shunday qilib dollar 100 yil ichida dunyodagi eng yirik valyutaga aylandi
Aynan shu sabab biz hozir uylarni ham dollarda hisoblab sotamiz. O'zbek so'mi ham shunday bo'lishi mumkinmi? Ha, faqat biz juda ko'p tovar ishlab chiqarsak, eksportimiz importimizdan ko'proq bo'lsa va biz ishlab chiqarayotgan tovarlar boshqa davlatlarning markaziy banklarini so'mda zaxira saqlashga undasagina bo'lishi mumkin. Masalan, hozirgi Xitoydagiday 1 dollar 6 yuanni tashkil etadi. Chunki Xitoy juda ko'p tovar ishlab chiqaradi va iqtisodiyoti barqaror. So'm bu darajaga chiqishi qiyin masala. Yo, stop. 1 dollar 10 so'm bo'la oladi. Ishonmaysizmi? Qarang. Manba 1 dollar. Ya'ni 10.800 so'm. Biz ham shu 10.800 so'mni 800 so'mini olib tashasak, voila 1 dollar 10 so'm. Bu jarayon denominatsiya deyiladi. Puldagi nollarni kamaytirish uchun ulardan voz kechish kerak. Lekin afsuski bu 1 dollar 10 so'm qiymatida degani emas. Nolla siz oyligingizdan ham olib tashaladi. Ya'ni hozir 3 million topayotgan bo'lsangiz, 3 ming so'm topasiz. Hozirda so'mning qadri oshishi yoki tushishi bizdagi ichki ahvolga bog'liq. Bu albatta o'z-o'zidan bo'lmagan. So'nggi yillarda Markaziy bank olib borgan siyosat, qabul qilingan qarorlar ancha ijobiy natijalarni ko'rsatdi. Eng katta misol 2019-yilda bizda inflyatsiya 15% ni tashkil etgan bo'lsa, hozir 11% ni tashkil etadi. 2022-yil oxiriga kelib esa bu ko'rsatkich 9% ga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Hozirda so'mni qadrini oshirish uchun asosiy qadam eksportni importdan ortishi bo'lib qolgan. Ya'ni biz tashqariga qancha ko'p mahsulot sotsak, so'm qadri shuncha oshadi va bizga kirib kelayotgan import tovarlarining ham narxi tushishni boshlaydi. Faqat tashqi savdoni to'g'ri tashkil qilsak bo'lgani. Shunda bizda ham 1 dollar haqiqatdan 10 so'mni tashkil etishi mumkin. Xullas, davlat biza xohlagancha pul chiqara olmaydi. Uni qo'lida emas bu. Hattoki bitta oddiy kambag'al odamga pul berib uni boy qilish ham umumiy iqtisodga yomon ta'sir qilishi mumkin. To'g'ri o'rnatilgan iqtisodiyotda davlat shunchaki pul emas, imkoniyatlar beradi. Bu imkoniyatlardan har bir odam to'g'ri foydalanib o'z hayotini yaxshilashi faqatgina o'zini qo'lida. Ko'proq pul topish uchun kimdir sizga pul tashab ketishini kutmang. Undan ko'ra bu pulni qanaqa ishlab topish haqida o'ylagan foydaliroq. Esingizdan chiqarmang. Biz hozir ishlab topib xarajat qilayotgan har bir so'mimiz jamiyatda iqtisodiy barqarorligi uchun havodek zarur. Bugungi mavzu sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, izohlaringizni bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Aytgancha, Germaniyada 1-jahon urushidan keyin pul shu darajada qadrsizlanib ketganki, odamlar uni abo'y sifatida ishlatishgan. Tasavvur qilasizmi? Uyingizdagi devorlarni pul bilan yopishtirib chiqyapsiz. Shunga o'xshagan qisqa va qiziqarli faktlarni bizning Telegram kanalimizda ham kuzatib boring. Miya pichoq emas, lekin chaqlasa bo'ladi. Sizlar bilan Kamina Mahmud bo'ldi. Omad hamrohingiz bo'lsin. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hamma. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi sanaval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.